Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz hozir mana Qubo masjidini ziyorat qilishlik uchun keldik. Ayollar namoz o'qib chiqqunga qadar bekor turmasdan sizlarga bir qisqacha bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Mana bu orqamizda turgan joy mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida bir quduq bo'lgan. Bu quduqning nomi Bi'r Aris bo'lgan. Endi bu haqida gaplar, rivoyatlar juda ko'p. Men sizlarga qisqacha ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Xullas Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llarida Muhammad deb yozilgan uzuklari, ya'ni muhrlari bo'lgan. Biror joyga xat yozsalar, ana shuni muhrini bosganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyodan vafot qilib ketganlaridan keyin u uzuk, ya'ni u muhr Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning qo'llarida qolgan. U kishidan keyin Umar ibn al-Xattob va u kishidan keyin Usmon roziyallohu anhu ning qo'llarida qolgan. Ana Usmon roziyallohu anhu mana shu joyda, ana shu quduqni ya'ni oldida turib tahorat qilib, xullas ana shu joyda turgan paytlarida qo'llaridan o'sha muhrlari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qolgan muhrlari quduqqa tushib ketib topilmagan. Ana shu quduqning o'rni mana. Endi bu haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Hozir aytsak juda zerikarli bo'lib ketadi. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Mana shu to'planib turganlar ham bizga o'xshagan hojiboshchilar kelgan ziyoratchilariga mana shu haqida ma'lumot mana aytib turishibdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.